Assalomu alaykum. Sizlar bilan Leo. Bugun sizlar bilan Mobile Legends olamidagi eng mashhur va eng tezkor qahramonlardan biri Gassen tarixini ko'rib chiqamiz. U nega oilasini tark etdi? Nega u sehr o'rniga pichoqlarni tanladi? Va qanday qilib u Holy Blade nomini oldi? Agar bularni bilmoqchi bo'lsangiz, videoni oxirigacha tomosha qiling. Gassen o'zi kim degan savolga to'xtasak, to'liq ismi Gassen Paxley. Gassen Mo'ne imperiyasining janubida joylashgan Aberlin qal'asida tug'ilgan. U Paxleylar uyida dunyoga kelgan. Bu oila eng kuchli sehrgarlar sulolasi, qadimiy bilimlar egalari, Mo'ne zodagonlari hamda qora sehrdan foydalanuvchilar edi. Paxleylar uchun sehr hayot ma'nosi edi. Gassenning tug'ilgan sanasi 4-fevral, burji Aquarius. Yoshi esa 18 da. Quroli nur bilan to'ldirilgan pichoqlar, qarindoshlari va aloqalari. Otasi Dux Paxley vafot etgan. Onasi noma'lum vafot etgan. Nomsiz opa-singillar vafot etgan. Gassenning katta akasi Eymon aqlli, intizomli hamda Paxley oilasining faxri. Uning kichik ukasi ham bor edi. Ismi Aaron Paxley. Zaif va u haqida to'liq ma'lumot yo'q. Uzoq qarindoshi Melissa va uning suyukli yori Leslie, Valentina ajdodi, Beleric, Lunox, Nathan ittifoqchilari Carmina va Cecilion Gassenni qutqarganlar yoki-da Gassen ularni qutqargan. Gassen haqida kichik ma'lumot berib o'tdik. Endi uning hikoyasiga o'tamiz. House Paxley oilasi Mo'ne janubidagi Aberlin qal'asini boshqarganlar. House Paxley oilasi imperiyani tubsiz zulmatlar va bosqinlardan himoya qilib kelganlar. Taxminan 1000 yil oldin afsonaviy sehrgar Valentina davrida House Paxleyga gersoglik unvoni berilgan. Mo'ne imperiyasi bo'ylab Paxleylar taqiqlangan sehrdan foydalangani haqida qo'rqinchli hikoyalar tarqalgan edi. Shu sababli odamlar ularni ko'rganda chetlab o'tishardi. Ammo Gassen Paxley bundan mustasno edi. U tug'ma pichoq va hanjar bilan mohir edi. Gapira boshlashdan oldin ham uni jazolagan enegasining peshonasiga o'yinchoq pichoqni aniq tekkiza olardi. O'qishni va yozishni o'rganganda esa siyoh botirilgan qalam go'yo ko'ziga hanjar kabi ko'rinardi va ustozining boshiga uchib borardi. Uning sho'x va tartibsiz xatti-harakatlari katta akasi Eymon gersog bo'lguniga qadar davom etdi. Bir kuni ziyofatda Gassen pichoq mahoratini ko'rsatayotib, nishonni boy berib, tasodifan Eymonning yuzini chuqur kesib yubordi. Eymon beparvo ukasini ayblamadi, ammo tez orada butun Mo'ne bo'ylab Duke Paxleyning 4-farzandi pichoq ishlatish haqida gap tarqaldi. Chunki sehr bilan mashhur bo'lgan. Paxleylar oilasida quyi tabaqadagi sehrni bilmaydigan odamlar qilich va pichoq bilan jang qilardilar. Paxleylar oilasini boshqarib turgan oqsoqollar tez orada Gassenni pichoqlari bilan o'ynashini to'xtatib, sehr mashqlariga e'tibor berishni buyurishdi. Gassen haqiqatan ham oilasining sehrga bo'lgan iste'dodini meros qilib olgan edi. U yorug'lik unsuriga juda mos kelardi va sehrni o'rganish jarayonida o'z salohiyatini tez orada ochib yubordi. Ammo u zerikarli afsonalarni yodlashni va murakkab yozuvlarni yozishni yomon ko'rardi. Boshqa o'quvchilar kun bo'yi xonada sehr o'rganayotgan paytda Gassen quyosh nuri bilan o'zini kuchaytirib, leoparddek tez yugurardi. Yoki sham yorug'idan foydalanib, ovqat pichoqlarini harakatlantirib, butun stol ustidagi idishlarni bo'laklab tashardi. Gassen oilaviy akademiyada xizmatkorlar bilan gaplashadigan yagona yuqori tabaqali o'quvchi edi. U sho'x, lekin yoqimli bola bo'lgani uchun xizmatkorlar uning qoidalarini doim buzishni yashirishardi. Hatto yolg'iz kameraga qamalganda ham qo'riqchilar xizmatkorlar eshik ostida yashirincha kiritgan shirinliklarni ko'rmaganga olishardi. Oxir-oqibat charchagan oqsoqollar yosh Eymondan ukasini tartibga solishni so'raydi. Gassen akasi uni qo'llab-quvvatlaydi deb o'ylagan edi. Ammo Eymon oila rahbari sifatida unga nasihat qila boshladi. Gassen bundan ranjidi va akasining gaplariga umuman e'tibor bermadi. Ich-ichidan esa oldin unga juda yaqin bo'lgan akasiga achinardi. Hozirgi Eymon esa oqsoqollardan biri edi. Faqat yoshroq ko'rinishda edi. Birgalikda kechki ovqat paytida Eymon Gassenni oilaviy an'analarga amal qilishiga va sehr mashg'ulotlarini qabul qilishga ko'ndirdi.
U shuningdek oilaning birinchi gersoginyasi Valentina ham buyuk sehrgar bo'lganini eslatdi. Ammo Gassenga o'zi kabi qotil bo'lishi sehrni o'tkir pichoqlarga aylantirishi mumkinligini aytdi. Gassen bunga qat'iyan rozi bo'lmadi va shunday dedi: Paksley a'zosi pichoqlar bilan jang qiladigan qotil bo'la olmaydilar. Eymon esa shunday javob berdi: zodagon bo'lganingda ba'zan o'zing yoqtirgan narsani yashirishga majbur bo'lasan. Gassen akasiga qaradi va boshqa hech narsa demadi. Bir necha yillar o'tgach, voyaga yetish marosimida oilaviy jang musobaqasi 18 yoshli Gassen maydonga o'ziga xos uslubda chiqdi. U boshqa sehrgarlarning hujumlaridan g'alati va chiroyli harakatlar bilan qochib, tezkor va sirli pichoqlari bilan afsun aytishga ham ulgurmasdan urib tushirardi. Paksley oqsoqollari hayratda qolishdi. Gassen noodatiy pichoq ustasi edi. Ammo u pichoqlarni boshqarishda haqiqatan ham sehrdan foydalanardi. Gassenni o'tkazgan boshqa yosh sehrgarlar uni aldadi deb ayblay boshladi. Gassen ularni yanada qo'zg'atib, asablarini buzib, adolatsizlik deb o'ylagan. Hammasi birgalikda hujum qilsin. Baribir ular 10 ta mag'rur Paksley sehrgarni yenga olishini aytdi. G'azablangan sehrgar raqiblar unga yopirilgan paytda Gassen hech kim ko'rmagan usulni ishlatdi. U qo'lini siltab, old tomonga yelpig'ich shaklida pichoqlarni uchirdi va hujum qilayotganda barcha dushmanlarni urib tushirdi. So'ng tomoshabinlar tomon sakrab chiqib, Paksley ajdodi Valentina haykalini peshonasiga pichoq otib, yana hammani chaqirishga undadi va ularni yanada jahlini chiqarishga harakat qildi. Mana siz xohlagan narsa bu House Paksley shioriga o'xshaydi. Sevgi emas, qo'rquv. Gassen bu g'azabli so'zlarni aytgach, jahli chiqqan oqsoqollar unga sehr bilan jazo berish uchun afsun o'qiy boshlashdi. Shu paytgacha jim turgan Eymon oldinga chiqib baland ovozda e'lon qildi: Gassen qoidalarni jiddiy buzganligi uchun oiladan haydaldi. Eymon ukasini haydagach, Gassenni o'ldirmoqchi bo'lgan oqsoqollar qora sehrlarni to'xtatishga majbur bo'lishdi. Ular Gassenning orqasiga ham qaramay, maydondan chiqib ketishini tomosha qilishdi. Gassen kelajagi qanday bo'lishini hech qachon o'ylamagan edi. U yelkasidan katta yuk tushganday his qildi va o'zini qobiliyatlariga ishonib, bir kun kelib Daun yerlarda mashhur bo'lishiga ishondi. Eymon esa Gassen uzoqlashib ketayotganini ko'rib, ichida shunday dedi: Men senga bera olgan yagona narsa erkinlik. Va shu bilan Eymon jimgina qarab qolaverdi. House Paksleyning isyonkor o'g'li Gassen qit'adagi eng kuchli sehrgarlar oilasida tug'ilgan bo'lsa ham, Gassen sehrga qiziqmaydi. U muqaddas yorug'likdan ilhom olib, yangi jang usullarini yaratishni xohlaydi. Oxir-oqibat Gassen oilasini tark etadi. Oila boshliqlari katta va menga shunday deydi: Sizlar meni haqiqatan ham taniysizlarmi? Bilasizlarmi? Meni tushunasizlarmi? Yo'q. Hech biringiz meni tushunmaysizlar. Mening qobiliyatlarimni hech biringiz ko'ra olmaysizlar. Men pichoqlar bilan ishlayman. Men ularga sehr o'tkazaman. Bu mening uslubim. Bu mening uslubim. Sizlar buni qayerdan ham tushunasizlar? deydi. Va Gassen Land of Dawnga yo'l oladi va Land of Dawndagi hayotini boshlaydi. Gassen Moniyani tark etib, Land of Dawnga yo'l olib, u yerda turli janglar, kuchli dushmanlar, haqiqiy sinovlarni kutardi. U asta-sekin mashhur bo'la boshlaydi. Gassen u yerda yangi texnikalarni o'rganadi. Tez kirib borish, o'ldirish hamda tez yo'q bo'lish, ya'ni yo'qoyib bo'lish. Shu sababli uni Shadow Assassin deb atashadi. Shuningdek, Gassen Land of Dawnda Leslini uchratib qoladi va u bilan yaqin munosabatlarni boshlaydi. Bu uning hayotidagi kam sonli iliq rishtalardan biri edi. Shu bilan Gassenning hikoyasi tamom bo'ladi va qiziqarli faktlarga o'tamiz. Demonologiyada Gassen Uettada, ya'ni 70 chin ichida 11-si deb tarjima qilinadi. U jahannamning kuchli buyuk gersogi bo'lib, 40 ta jin legionini boshqaradi. Gassen va uning akasi Eymonning ismlari
The Lesser Key of Solomon asaridan olingan. Gaysen o'yin ichida birinchi bo'lib skillari orqali ham jismoniy, ham sehrli zarar bera oladigan yagona qahramon bo'lgan. Gaysen faol skillari 2 bosqichga ega bo'lgan birinchi qahramon. (2018-yilda Gaysen o'chirilgan kinematik treylerda bullshit so'zini ishlatadi. Bu rasmiy Mobile Legends materiallarida birinchi marta haqoratli so'z ishlatilishi bo'lgan yagona video. YouTube'dagi rasmiy sahifadan o'chirilgan, ammo 2023-yil 6-iyungacha Facebook'da rasmiy sahifasida saqlanib qolgan. Gaysen bu shunchaki qahramon emas. U o'z yo'lini tanlagan inson, u an'anaga qarshi chiqqan jasorat, u erkinlik timsoli.